Hammaga assalomu alaykum. Men hozir mana больницаga keldim. To'g'risi hamma ko'pchilik so'rayverdi, ana yonidagi qiz nima bo'ldi, deb o'zim ham o'ylab yurdim. Nima bo'ldi ekan, shu qiz yaxshimikan deb yurdim. Bugun mana onasi telefon qildi. Go'zaljon, keling, Madinaga yordam kerak. Kela olasizmi? Ko'rishib gaplashib olsak bo'ladimi dedi. Keldim mana, kech bo'lishiga qaramay. Lekin ishonasizlarmi nima? Men yerda yashayotgan joyini ko'rib, men to'g'risi yurim вообще yomon bo'lib qoldim-da. Ko'rasizlarmi qanaqa? Hozir sizlarga ko'rsataman. Achinarli. Endi baribir qizlari endi har qanday sharoitga ko'rinadi, baribir ona mana shu yerda yashab, mana qaranglar, mana shu yerda yotib turib, hamma produktlarigacha shu yerda ekan. Qani blogerlar qaydasizlar? Nega bu sharoitlarni ko'rsatmagansizlar? Onasini shunchalik